Butun dunyo bo'yicha har yil sayin 100 ming tonnadan ortiq kofein kullanıla. Bu ise 14 Eyfel manarasi ağırlığına teng. Bu kofeinning ko'p ulushi qahva ham shay bilan ishila. Tek shulay uq shimirdavukli ichimliklar, shokolad, kofeinli stimulyatorlar ham kofeinsiz belgisi ostidagi ichimliklarda da bor ul. Kofein ko'ngil ko'tarinkiligin, ig'tiborlilikni saqlarga bo'lisha bizni baxtli eta ham, hatto uyqubuz to'ymasa-da kuch-quvvatimizni orttira. Tek shulay qon bosimini ko'tara, burchilik hissini barqa keltira. Bu dunyoda eng keng taralgan narkotik bo'lib sanala. Demak, nechuk shulay bizni yo'qotmish tuta ola ekan u? O'simliklarda hosil bo'lib, kofein bir necha funksiya o'taydi. Zo'r dozalarda, masalan, ayrim turlarning yaproqlarida ham urliqlarida u bujaqlar uchun og'uli. Lekin miqdorda bo'lgancha, kichkina dozalarda qo'llanu bujaqlarga qobat vizit yasar uchun shishaklarni isda qoldirishga yordam etarga mumkin u. Kishi organizmida kofein o'zak nerv sistemasining stimulyatori bo'larak ishlaydi. Organizmdagi eng muhim yuqoda turgan modda adenozinning molekulallarini bloklab, bizni yo'qotmish tuta ola u. Bizning organizm har vaqt energiya bilan ta'min etiluvga muhtoj. Ularni yuqori energetik molekula ATF tarqalgan vaqtda ola. Haligi proses vaqtida ATF molekulasining negizi bo'lib turgan adenozin ayrilib chiqa. Bosh miyaning neyronlari shu molekulalarga yaroqlashtirilgan retseptorlardan turadi. Adenozin retseptorlarga birikkash, biokimik reaksiyalar shilbir aktivlasha. Shu sababli neyronlar sulpanlana, bosh miyani signal berishga kerakli molekulalar o'sishini akrinaydi. Ikkinchi tilda aytganda, sizning uyqungiz kela boshlaydi. Kofeinni adenozin retseptorlarining dushmani deb atarga bo'lar. Demak, u adenozin retseptorlarini qamashawlab, neyronlaringizning oqirnayu prosesini to'xtatadi. Kofein ham adenozin shu qadar o'xshash molekulyar strukturalarga ega, hatto kofein adenozin retseptorlariga kirib o'tirgan mumkin, lekin ularni aktivlashtirish uchun kerakli darajada o'xshash tugilalar. Ya'ni adenozin neyronlarni sulpanlandira, a kofein inhibitorni sulpanlandira. Demak, u bizni stimullashtira. Kofein shulay o'ng'ay hislarga da aytirga mumkin. Qay bir neyronlarda adenozin retseptorlari boshqa molekula retseptorlarına baylangan. Uning ismi dopamin. Bosh miyada dopaminning funksiyalarining birisi lazzat hissini yordam etadi. Adenozin shunday bir qo'sh retseptor bilan qo'shilganda, dopaminga o'zining o'yimini alayga qotlovlaroq bo'ladi. Shunga ko'ra, kayfni yaxshirtirish tartibi buziladi. Kofein adenozin o'rnini olgach, boshqa ta'sir kelib chiqa. Bu ishroqda dopamin o'yimga kirib keta oladi. Kofeinning adenozin ham dopamin retseptorlarining yig'intisining davomli ustunligi isbotlangan. Uning yordamida Parkinson, Alzheimer ham qay bir rak avrularining o'sishi tubanaygan. Kofein shulay organizmning moy qatlamini yondirish mumkinligini orttirar ekan. Qay bir sport uyushmalari fikrincha, kofein sportchilarga ustama kuch beradi. Ham shunga ko'ra bu moddani qo'llanuvni cheklaganlar. 1972-yildan 2004-yilga qadar yarishlarda qatnashish mumkinligini yo'qotmas uchun Olimpiadada qatnashuvchilar qondagi kofeinning ko'lamini kuzatib turishga majbur bo'lganlar. Kofein gil o'ng'ayg'ina ta'sir etmaydi albatta. U ko'ngilni ko'tarib, kayfni yaxshirta oladi, lekin shu vaqtda yurak tepishini yashaytirga, qon bosimini ko'tarirga, badalafka yo'lini ishlashtirishga, uyqusizlik, burchiq hissini tug'dirishga mumkin. Bundan tashqari, oqshomliklar ham ichimliklarda bo'lgan kofeinning organizm ishonligini yig'inti yasavini unutmaslik kerak. Bosh miya kofeinni regular ravishda qabul etuvga erinirga mumkin. Agarda sizning adenozin retseptorlaringiz to'lgan bo'lsa, organizm o'zini boshqani tug'dirashaq. Bu ishroqda organizmda kofein bo'lgan qaramasdan adenozin o'zining funksiyasini boshqarashaq. Bosh miya energiyaning bo'lmavi turida signallar berashaq. Shu sababli sizga adenozin retseptorlarini to'xtatish maqsadidan ham ko'ngil ko'tarinkiligi bildirish uchun kofeinni ko'proq qo'llanishga to'g'ri kelashak. Teskari yig'inti yasavini o'ylab kofein qo'llanishni tashlasangiz, siz boshda uning organizmingizga yetmavini sezashaksiz. O'z shiratida adenozin bosh og'rituvi, og'riganlik, tushunkilik hislari tug'dirib, zo'r quvvat bilan ishlay boshlayashaq. Lekin bir necha kundan ortiq adenozin retseptorlari yo'qqa chiqashaq, ham sizning organizmingiz joylashashaq. Hamda siz butun dunyoga belgili bo'lgan stimulyatordan boshqada o'zingizni yaxshi his etashaksiz. Haligi chiqarilish Hasanova MV yetakchiligida Tuman Kamining 6-o'rta maktabi o'quvchilari tomonidan tarjima etildi. Montaj G'oli Ahmadova tekstni tekshirdi, o'qidi ham tavsiflantirdi. Bulat Shaymiyev. G'ilim birlashmasi 2018-yil.
Безнең алдагы чыгарышларны карарга онытмагыз һәм әлбәттә безнең каналыбызга язылыгыз. Рәхмәт.